Assalomu alaykum barliq anglag'uchilar. Mening bugungi leksiyarimning mavzusi zo'r ma'lumot va ma'lumot ilmi. Bu mavzuni tanlashlik sababim 8 ayning 28 kuni Gollandiya Uyg'ur jamoati meni Uyg'ur yoshlarga o'zimning kasb ustidan biroz tonishtirish bergan bo'lsa deb taklif qilibdi ekan. Men u taklifni qabul qilib, nima to'g'riliq so'zlash to'g'risida biroz o'ylashgan edim. Endi umumiy yuzlashtirib mana shu ma'lumot ilmi to'g'risida tanishtirib o'tay deb o'ylasam, anglag'uchilarningki oq ko'rinishi, ya'ni ma'rif saviyasi o'xshamagan bo'lg'achqa, uning ustiga o'xshamagan kasblarda bo'lg'achqa, bu fanni oddiylashtirib 1-2 soat ichida tanishtirish biroz oson to'xtamaydigan bir ishda. Shundoq bo'lsa-mu, o'zim burundan tortib shu yangidan paydo bo'lgan ma'lumot ilmini Uyg'urlarga tanishtirma degan o'yim bor bo'lg'achqa, buningga tirishib baqdim. Ham shuni Gollandiyadagi Uyg'urlarga 2 soatdek tanishtirib o'tdim. Shu tanishtirish jarayonida yoshlar shundoq diqqat bilan anglab, uningga savollarni so'rab, munozir qilish orqali nurg'un masalalarni oydinlashtirgan bo'ldi. Hamda ularning shu fan texnika, shu ma'lumot ilmiga bo'lgan qiziqarligi meni haqiqatan ilhomlantirdi. Shuning uchun bu shu zo'r ma'lumot va ma'lumot ilmi ustida biroz to'xtalib, mukammalroq tushuntirish berishga urinmoqchiman. Qani, unda bo'lsa boshlaylik. Oldi bilan shu agenda, ya'ni mundarja ustida biroz to'xtalay. Men so'zlamoqchi bo'lgan mazmunning birinchisi ilm-fan taraqqiyot davrlarini bir qur eslab o'taman. Undan keyin zo'r ma'lumot xarakterlari ustida to'xtalman, ya'ni hajmi, surati, turlari ustida. Uchinchi mazmun zo'r ma'lumot taraqqiyot tarixi. Undan qalsa zo'r ma'lumotga bir nazar selish, ya'ni agar shu bir slayd orqali tanishtiradigan bo'lsak, shu zo'r ma'lumot deganni qanday tushunigini oldu, to'g'riliq bir nazar selish. Ma'lumot analiz qilish jarayonlar qanday bo'ldi? Bu yerda zo'r ma'lumotlar emas, masalan advanced analytics deymiz. Yuqori darajalik analiz ishlariga kelganda shu uning bir jarayonlari bo'ldi. Shu jarayonlar qanday bo'ldi u yerda biroz to'xtalaman. Undan qalsa ma'lumot mutaxassislarida bo'lish tegishlik iqtidorlar ustida to'xtalamiz. Bu sizlar bilan zich munosabatda. Masalan, nurg'un yoshlar mendan shunday savollarni so'rab keldi. Voy, siz nihoyat qiziqarli shu ma'lumot ilmini biz tanishtirdingiz. Bu ko'rinishda haqiqatan bakli tasnas ekan. Buni o'rganalamdiq. O'rganish uchun qandoq yumshoq detallarni, qandoq tayyorliklarni qilish kerak degan savollar nurg'unda. Shu savollarga biroz to'xtalaman. Andan shu umumyuzlik ishlatilayotgan shu yumshoq detallar, bular ustida to'xtalaman. Qani, oldi bilan shu fan texnika taraqqiyot davrlarini bir qur eslab o'taylik. Chunki ma'lumot ilmi shu fan texnika ilmininki bir qismi, ya'ni eng yaqin zamon paydo bo'lgan bir ilmda shuni bilish uchun shu fan texnika taraqqiyot davrlarini bir qur eslab o'tish to'g'ri keldi. Hamda shu tarixi, ya'ni prehistory deymiz. Hamda prehistory deganimiz shu insonlar o'zlarini shu fan texnika taraqqiyotiga kirishgandan tortib ta 1500-yillarga kelganda hamda bo'lgan shu davrni, ya'ni bu nihoyatda uzun bir davr. Bu yerda o'ylab boqinglar, 1500 yil degan 1500 ga shu miloddan burun, masalan ba'zi
qadim tarixlarni aytadigan bo'lsak 4000 yillik 5000 yillik tarixlar bor. Uyg'urlarning tarixini ba'zanlar 4000 yil bo'ldi deb qaraydi. Demak, shu davrlarning hammasini o'z ichiga olganda ta shu 1500 yil kelgan davrlarni buni biz shu dastlabki fan texnik davri deb ataymiz. Uningni qarasam inglizchadagi Renaissance, uni uyg'unish davri deb olamiz Uyg'urchada. Bu davr hamda shu Yevropa markazlashgan. U bo'lsimi 1500 yildan 1700 yilgacha. Hamda abay bir narsani eskartma deb o'tib ketib qolibdimi? Shu dastlabki fan texnika davrida. U vaqtda shu islom dunyosi fan texnikada nihoyatda cho'ng rolni o'ynagan. Masalan, shu abakasmış, Grisiyalarda paydo bo'lgandan keyin ta shu 11 asrlarga qadar bu masalan Grisiya, andin Rim bular fan texnika dunyosini so'ratdida. Uningdan keyin islom dunyosi ko'tarilishga boshladi. Shu vaqtlarda 11 asr ta 500 yildan 11 asrlarga kelganda o'sha islom dunyosida mayli fan texnika bo'lsin, astronomiya bo'lsin, ximiya bo'lsin, hamma sohalarda biroz dunyoning oldida turadi. Bu to'g'riliq bu yerda agar so'zlab o'tadigan bo'lsak, endi biroz soat leksiya berish to'g'ri keldi, bu yerda to'xtalamiz. Onun hamda shu Renaissance davri, ya'ni uyg'unish davri kelaylik. Bu vaqtda Yevropa allari ko'tarilishga boshlaydi. Masalan, shu bo'lib shimoliy Yevropa taraflar. Fransiya, Angliya, Ispaniya, shu davlatlar taraqqiy tepib, bu yerlarda Italiya, bu yerlarda bir uyg'unish davri deb atalgan nima. Masalan, Italiyaga borganlar bo'lsa, Rim medeniyet tadqiq qilgan bo'lsanglar, shu vaqtda shu Renessans davrining qanchalik taraqqiylanganligini bilgan bo'ldi. Undan keyin 1700 yildan 1890 yilgacha bo'lgan bu davrni sanoat inqilobi davri deb atab keldik. Bu davrda asosiy rol o'ynaganlar shu yana abay deb o'tgandek Fransiya, Ispaniya, Angliya, keyin Amerika qo'shildi. Shular shu sanoat inqilobi davrini boshlaydi. Bular andin shu ig'ir sanoatda qatnashda yuksak darajadagi shu yengilliklarni yaratib dunyoni so'raydigan davr kelgan. Uningdan keyingi davr, ya'ni 1890 yildan 1970 yil bo'lgan bu davrni atomik davri deb atildi. Buning hamda oxir bosqichi masalan shu 70 yillari shu atomik bombalarning shu butun dunyoning nurg'un yerlarida taraqqiylanganligida hamda hammamizga ma'lum Amerika 1940 yili shu Yaponiyaningki ikki oroliga ikki atom bombani qo'yish orqali shu atom ikkinchi dunyo urushini oxirlashtirgan bo'ldi. Uningdan keyin dunyodagi bir qancha cho'ng davlatlar, masalan Amerika, Sovet ittifoqi, Xitoy bular shu bir-birisi bilan bas silib atom bombalarni ishlab chiqarishga kirishdi. Bu davrlar 1890 yildan 1970 yil bo'lgan davr. 1970 yildan 2010 bo'lgan bu davrni nurg'unlagan fan texnik olimlari buni uchur davri deb atab kelyapti. Bu davrning bir aloyidligi shu hamma narsalar, hamma shaylar shu uchur bilan munosabat qilib ketgan. Bu to'g'riliq tuvandagi slaydlarda yana tafsilroq to'xtalamiz. Shu yerda bir narsani eskartib o'tay. Ba'zan ilm fan sohasida shu uchur davrining to'xtalish yoki davomlash to'g'risida bas munozaralar ta bugungacha bor. Ba'zan ilm fan shunoslari biz uchur davrini o'tib zo'r ma'lumot davriga kirdik deb qaraydi. Lekin ba'zilar voy biz hozirgacha yana shu uchur davrida. Zo'r ma'lumot faqat uchur davriningki bir yuqori limiti deb qaraydi. Lekin men shaxsan
ma'o ko'z qarash kelmay. Ya'ni biz uchur davridan o'tib zo'r ma'lumot davriga kirib bo'ldik. Abay deb o'tgandek insoniyat uchur davridan o'tib zo'r ma'lumot davriga kirib bo'lganiga 5 yildek bo'lib qoldi. Ya'ni 2010 yildan boshlab hozir davomlashayotgan shu davrni zo'r ma'lumot davri deb ataymiz. Bu davrninki asosi xarakterlari hamma narsalar shu ma'lumot bilan munosabat bo'lib ketgan. Bu yerda ma'lumot bilan munosabatlik hamda shu big data degan atalg'ini to'g'risida biroz to'xtalay. Ba'zanlar bu yerdagi bigni ya'ni cho'ng, ya'ni uyg'urchada buyuk, cho'ng deb atab kelyotidi. Men bu yerdagi bigni zo'r deb oldim. Ya'ni big data deganni zo'r ma'lumot deb atab keldimda. Bu yerni bundoq atashdagi sabab bu yerda bu zo'r ma'lumot deganimiz faqatla ma'lumotning hajmining cho'ngligi yoki ma'lumotning ko'pligidan emas. Buning yana ikki ma'lumot hajmidan boshqa yana cho'ng ikki xarakteri bor. Birisi bo'lsa shu ma'lumotning surati. Hozir o'ylab boqaylik. Biz masalan qo'limizdagi aql fon orqali shu sekund ichida dunyoning har qaysi joylardagi kishilar bilan aloqalasha olamiz. Hamma narsa real time deymiz, shu naq vaqtida bugun bo'lyotidi. Bu shu uchur o'zaro transfer deydi, o'zaro to'shishninki sur'atninki tezligini ifodalaydi. Yana bir shu turlari, uchurlarning turlarining ko'pligidir. Masalan, bu yerda turlari ko'pligi desam, buni tushunish nihoyat oson. Masalan, ma'lumotlarni ikki xilga bo'linadi. Birsi bo'lsa shu structure deymiz, shakllantirilgan. Ya'ni shu jadval shaklda ma'lumotlarni kirgizib, masalan, bir odamningki ismi, uningki jinsi, uning topadigan maoshi, ya uning qiziqadigan narsalarni biz jadval orqali ifodalaymiz. Masalan, bir odamga yoki bir oilaning uchurlarini bir qurg'a salala silib, endi uni shu Excelni bilsizlar-ku, Excel shaklidagi ashtaq ma'lumot table orqali ifodalaymiz. Uni structured data deb ataladi. Yani boshqalar bo'lsa unstructured data. Unstructured data deganlarimiz hamda qisqacha deb aytganda, masalan, biz hozir shu smartfonda tortayotgan rasmlar, sevayotgan uchurlar, lekin to'g'ri shu nima doğru sohasida ishlatayotgan har xil sezgurdan kirilgan ma'lumotlar degandeklar hammasi shu unstructured. Ularni bir jadval shaklda qilgan bo'lmaydi, tuzgun bo'lmaydi. Shularni unstructured, ya'ni shu shakllanmagan ma'lumot tiplari deb ataymiz. Bular hamda ma'lumotning turlarining ko'pligidir. Bu to'g'riliq yana to'xtalamiz. Bu yerda zo'r ma'lumotning qo'llanish doiralari nihoyat keng. Masalan, ilib setish, savdo jihatlar aytgan chog'da, moliya, andikin shu soxta pazlikning oldini olish. Masalan, banklarda yolg'on aytib, banklardan ma'lumotlarni o'zgartib, banklardan ish qilib soxtabozlik qilishda banklarda. Uning ustiga tijoriy sohalarda soxtabozlik qilish deganlarning hammasi bu shularning oldini olish degan qo'llanish taraf bo'ldi. Lekin internet, lekin shu digital mulozimatlar. Bu yerda bu to'g'riliq uzun to'xtalishning hojati yo'q deb qarayman. Bizning hozir shu qo'limizdagi telefonlar, kompyuterlarning hammasi digitallashtirib ketgan. Burunqi qog'ozlarga uchurlarni print qiladigan ahvollar borgan sari yo'qolib ketib bordi. Bu shu ma'lumotning qo'llanishi. Yana birisi shu lekin mana simsiz aloqalashish, to'r yoki simsiz aloqalashish, yiroqdan yoki simsiz aloqalashish degan to'g'rida. Lekin
ticaret ve xeridor mulozimatlar. Masalan, savdo sohasida aytgan chog'da hamma narsa elektronlik asboqlar orqali mangdigan bo'lib ketdi. Burunqi o'xshashchilik hujjatlarga qo'l qo'ydirib, hujjatlar orqali, xatchaklar orqali mangizgan ahvollar borgan sari yo'qolib ketish oldida turyapti. Bu hukumat organlari masalan urushda bo'lsin, terrorlikqa qarshi turish bo'lsin, yoki bo'lmasa fuqarolarni boshqarish sohasida bo'lsin, bu sohalardami zo'r ma'lumotlar nihoyatda ko'p qo'llanadi. Ma'rif, albatta ma'rif va tadqiqot institutlaridami bu zo'r ma'lumot borgan sari bir kuchayib, bir ayrılsa bo'lmaydigan bir tarmoqqa kirib qoldi. Masalan, yaqindan beri ba'zi yoshlar men bilan to'rlarda aloqalashib shu savollarni so'rab qoldi. O'zi garchi biologiya sohasidagi olim bo'lsinmi yoki bo'lmasa fan texnika boshqa sohalarda bo'lsinmi, bizlar xizmat iltimos qilganda ular zo'r ma'lumotdan xabaring bormi degandek savollarni so'raydigan bo'lib ketib beribdi. Shu to'g'riliq qandoq javoblarni berishga ustida bizmi to'xtalishimiz mumkin. Zo'r ma'lumotni tushuntirishdan burun shu ma'lumotlarni o'lchashdagi shu hajm o'lchamlarini bir qur takrorlab o'taylik. Hozir o'lchamlarga aytgan chog'da KB deymiz, GB deymiz, TB deymiz, PB deymiz, EB deymiz. Ma eng yangidan ishlatayotgan o'lcham ZB. Uni masalan kompyuter tilida eng oddiy digital informationni shu byte orqali ifodalagan bo'ldi. Endi bir byte deganimiz 8 bit teng bo'ldi. Bu yerda ba'zan kishilar shu byte bilan byte'ni bit deb tarjima qilganlar bor. Bu o'xshamagan uqum. Bit bilan byte bir o'xshamagan. Bir byte 8 bitga tabi bo'ldi. Masalan, bu yerdan qisqachilab aytgan chog'da shu inglizchadagi harfning bir harf 8 bit uchur orqali ifodalanadi. Shuni bilib qo'ysak bo'ldi. Bu vaqtida 1 kilobayt deganimiz 1000 bit teng bo'ldi. 1 megabayt deganimiz 1 million bitga teng bo'ldi. 1 gigabayt deganimiz men yerda o'zinglar ko'rpinglar bu 1 milyar baytga teng bo'ldi degan. Shuningga o'xshash shu bularninki ko'paytmasini 1000 ga ko'paytib, endi terabayt deymiz, petabayt deymiz, exabayt deymiz, hatto zetabayt ma'lumotlar orqali shu ma'lumot hajm o'lchimi orqali ifodalaydigan bo'lib ketdi. Masalan, men kompyuter sohasida yangidan ishlaganda, masalan 30 yildan burun u vaqtlarda bizning ishlatiladigan shu o'lchimimiz odatda megabayt desak, nihoyatda cho'ng bilatdik. Keyin endi gigabayt paydo bo'ldi. Uningdan keyin shu surati degan o'zinglar ko'rib o'tgandek 1000 aslab ko'paytayotganda. Bu yerda biz 1 gigabayt ma'lumot degan zotdan qanchalik hajm deb o'ylaydigan bo'lsa, o'zinglar yo'q. 1 gigabayt hajmga shu 5 megabaytlik rasmdan 2000 parchasi sig'di. Yoki bo'lmasa 500 betlik kitobdan 50 parchasi patidi deganlik. Mana hozir mening qo'limdagi telefon 64 gigabaytlik telefon bo'lsa, u vaqtida mening shu yon telefonimga shu 50 ni 64 ko'paytganlar. Shunchalik kitob patidi sig'di degan gap. Demak, bir kutubxonaningki uchurlari o'sha telefonimning ichiga sig'di degan gap bu. Shuningdan shu ma'lumotning hajmining qanchalik ko'payayotganligini bilgan bo'ldi. Endi o'sha yerda ayrim shu hajmi ham surati ham turlari ustida biroz to'xtalaydi. Shu bu yerda faqat maqsadim shu orqali sizlarga shu
zo'r ma'lumotni bir tushuntirib o'tish. Abay deb o'tgandek zo'r ma'lumot davrida shu ma'lumotlarningki hajmi haslab ko'paygan. Masalan, hozir o'ylab boqaylik. Hozirgi taraqqiyot bo'yicha aytgan chog'da 2020 yilga kelgan chog'da shu butun dunyodagi ma'lumotlar 40 zetabaytga yetadi. Demak, hozirgi ya'ni 2005 yilga solishtirganda 300 hassa ko'paygan bo'ldi. Her kuni yaralayotgan ma'lumotlar 2,5 kvitrillion baytga teng bo'ldi. Ya'ni bu 2,3 trillion gigabayt hajmi ma'lumot yaraldi har kuniga. Nimaga kelgan bo'lsa, Amerikadagi mutlaq ko'p qismdagi shirkatlarda kam deganda 100 terabaytlik ma'lumot bor. Men mana deb o'taylik. Dünyadagi insonlarning soni 6 milliardga yetdi-da. Endi yo'q, men yerda xatolashmayapman. Dunyoda hozir 7 milliard odam bor deb aytamiz. Bularning ichida 6 milliarddan ko'parak kishining qo'lida yonfon bor. Ya'ni shu aql foniga erishgan bo'ldi. Demak, bularning hammasi shu ma'lumotlarni yaratyapti. Degandek, buningdan mana hajmininki qanchalik cho'ngligini bilgani bo'ladi. Endi muhabbat orqali shu ma'lumotning turlari ustida biroz misollarni keltirib o'taylik. 2011-yili yashar bo'yicha sog'liq sohada ishlatilgan ma'lumot hajmi 150 exabaytga yetgan bo'ldi. 2014-yili salomatlikni kuzatadigan asboblarning soni 420 milliondan oshgan bo'ldi. YouTube'da her ayda milyard saatlik videolar ko'rilyapmoqda. Bütün dünya bo'yicha aytgancha. O'ylab bakamazlar. Twitter'da 400 milyon tweet ishlatuvchilar 400 milyon tweet uchuri tarqatmoqda. Buni hammamiz bilasiz, Twitter degan nimaligini bilamiz. Demak, bu uchurlar, bu to'g'riliq endi uchurlarningki shu turlarining qanchalik ko'pligini bilgani bo'ldi. YouTube'ning videolari, Twitter'ning tekstlari, Facebook'dagi rasmlar, uning ustiga har bir nimalar, naqshlar deymiz, meditsina sohasidagi asboblar deymiz. Shularning hammasi her turdagi ma'lumotlarni yaratyapti. Zo'r ma'lumotningki oxirgi aloyidligi, ya'ni velocity deymiz, bu hamda surati demak shu uchurningki u yoq bu yoq transfer qilishining suratining naqadar tezligi orqali bo'ladi. Masalan, har bir tijoratda bosqichda bir terabaytlik ma'lumot paydo bo'ldi. O'ttircha aytganda, bu New York Stock Exchange'ninki bergan qilgan analiz bo'yicha aytgan chog'da. Hozirgi zamon shu avtomobillarda her bir avtomobilda yüzdek sensorlar bo'ldi. Bu sensor degani nima? Sezgurgichlar. Masalan, shu hozir men o'tganda bizning birisi bilan paranglashib qoldim shu to'g'riliq shu
hozirgi mashinalarni burun 20 yildan burun o'zlari ish yasab jo'ndaydigan ahvollar yo'q bo'ldi deb shunday dedi. Chunki hamma narsalar shu kompyuterlash orqali shu sensorlar orqali bo'lib ketganda kompyuter boshqaradigan bo'lib ketdi. Bularning hammasi shu zo'r ma'lumot bilan munosabatlik. Andin 2016 yili 18,9 milyar to'rlar bir-birisi bilan tutashtirilib bo'ldi. Dünyadaki odamlar har birisi dünyadaki odamlarning har birisiga shu 2,5 dan keladi. Hamda tuvandagi muhabbatda zo'r ma'lumot taraqqiyoti yilnomlarini bir tushuntirib o'tay. Bu yerda ilingan mazmunlar nihoyatda ko'p bo'lg'achqa men asosliq nuqtaliq bir yilnomidan so'zlab o'taman. Qolganlarni o'zinglar ko'rib olsanglar bo'ldi. Hamda shu zo'r ma'lumotning taraqqiyot jarayonida eng muhim rol o'ynagan birisi 1971 yil kompyuter chip deymiz. Kompyuter chipning paydo bo'lishi. Bu chip deganimiz masalan biroz yashagan odamlar biladi, shu kompyuter sohasida ishlab bo'lgan. U vaqtdagi kompyuterlar, dastlab kompyuterlar odatda shu bir uyning o'rnini hatto necha nimaning o'rnini zavoddek yerlarni egallatdi-da shu vaqtda. U agar chip degan narsa paydo bo'lmagan bo'lsa, endi hozir qadar shu kompyuterlar degan asosan shundoq cho'ng ko'lamda bo'lib, shaxsiylarning qo'liga kelmagan bo'ladi. Shuning uchun 1971 yildagi shu Amerikadagi Bell Labs'da ijod qilingan chipni shu zo'r ma'lumotninki shu dastlabki to'rtkisi deb qaraldi. Endi 1981 yili IBM tunji bo'lib shu PC ya'ni shaxsiy kompyuterni ijod qildi. 1984 yilga kelganda shu ham alog'ina ham raqobat bo'lgan Steve Jobs bilan shu Bill Gates ikkisi shu o'zlarining garajida qattiq tadqiqot ilib berib shu Steve Jobs 1984 yili Macintosh degan bir kompyuterni yaratdi. Ondan Bill Gates mo shuning ekshiplarga Microsoft Windows deb shu bir xil yumshoq detalni ishlab chiqdi. Shuning bilan bu ikkisi shu kompyuter sohasida avangard sifatida shu kompyuterni shaxsiylashtirishda rol o'ynaydigan cho'ng ikki shaxsiy bo'ldi. Bu ikkilisi ham shularni ijod qilgan vaqtlari shu 20 necha yosh atrofida, nihoyat yosh vaqtlar. Ikkilisi oliy maktabda o'qimagan. Oliy maktabni putamagan. O'qishning yerim kelganda o'zining qiziqadigan narsaga almashib, shu kompyuter ishlab chiqarishga kirishib ketgan. 1991 yili bir cho'ng ish bo'ldi. U bo'lsa shu internetninki hosil bo'lishi. Internetning shu tilini shu HTTP deb bir xil til ijod qilib, shu orqali shu butun dunyoni to'rlashtirib o'tishga turtki bo'lgan. Shu 1991 yil bo'lgan. 1995 yili Java platform deymiz, GPS ijod bo'ldi. GPS ijod bo'lgandan keyin shu mashinalarni signal orqali, ya'ni shu olam kemisida berilgan signallar orqali bir-birisidan bir yo'llarni topadigan holat keldi. 11 cho'ng voqea. U 98 yil paydo bo'lgan bir ish Google'ninki paydo bo'lishi. Google endi shu uchur izlash kelganda bir yangi bir inqilobni boshladi. Demak, uningdan burun xalqlar uchur izlash uchun kishilar uchur izlash odat kitobxonlarga kirib uchurlarni, kitoblarni varaqlab indekslar orqali izlaydida. Yani Google paydo bo'lgandan keyin shu uchurlarni izlashni bir ilgari surdi. To'rlar orqali har xil uchurni topgan bo'ldi. Bu bir nihoyat bir cho'ng voqea bo'ldi. 99 yildagi bo'lgan bir ish Internet of Things deydi.
internetde şeyleri degan bir atalg'ini ishlatgan bo'ldi. Bu hamda internetda bor hamma narsalarni shu şeyler deb atab bir atalg'i qo'ygan. U atalg'i ustida bu yerda to'xtalmaymiz. 2001-yilda Wikipedia paydo bo'ldi. Bu Wikipedia'ning paydo bo'lishi masalan sizlar balkim shu qomusni ishlatib boqqan bo'lishinglar mumkin. Burun ishi har yili shu dunyodagi nurg'un ilg'or davlatlar shu qomus deb hamma uchurlarni bir yerga to'plab shunday narsani ishlatdi. Lekin u faqat olimlar erisha oladigan, uning tomlarini aytdi jiq o'g'ashqa uni uchur izlashni aytdi tas edi. Wikipedia paydo bo'lgan bu hamma odamni lug'at yozg'uchi oladiga o'zgartgan bo'ldi. Nima 2002-yili Bluetooth deganimiz. Bluetooth degan nima degan qisqa oraliq ichida simsiz uchurni almashtirish degan tür. Masalan, balkim ishlatib boqqan bo'lishinglar mumkin. Odat iPhone'larda shu Bluetooth qobiliyati bo'ldi. Uningda agar shu Bluetooth'ni ishlatgan bo'lsanglar, simsizlar shu bir-birini so'zlashgan bo'ldi. U shu Bluetooth'ning yaralishi 2002-yilda paydo bo'lgan ish. Endi LinkedIn deymiz. LinkedIn deganimiz 2003-yilda paydo bo'lgan. Bu asosan professional, ya'ni xizmatchi shu professionallar o'zaro uchur almashtiradigan bir tor bo'lib, hozir bularning nihoyatda ilgirinib ketdi bu. Masalan, shu ma'lum kasbda agar qiziqadigan bo'lsangiz, shu LinkedInga yozib qo'ygan bo'lsangiz, shu o'zingizning shu kasbingizdagi kishilarni birdamli topa oladigan bo'lasiz. Albatta, Facebook deganimiz 2004-yilda paydo bo'lgan. Buni men o'zim shaxsan nihoyatda yaxshi ko'raman. O'zinglar ko'ryapsizlar. Mana men hozir mening shu leksiyarimni Facebook orqali tanishtiryapman. Bu Facebook orqali men sizlarga bir misolni keltiraman. Men Facebookda solgan bir uchur, masalan shu bir necha sekund ichida butun dunyodagi ham nurg'unlagan mening do'stlarim shu zamon ko'ra oladigan bo'ldi. Uningdan sirt shu solgan uchurni do'stlarimning do'stlari ularning nimalar shu yerda ko'rgan bo'lib, shu bir uchurni shu zamon shu burun o'ylamaydigan darajada ishtiqlarga taqdim etadigan bo'ldi. Masalan, men sizlarga bir misolni keltiraman. Shu nurg'un kitoblarni to'playman. Uyg'urcha kitoblarni odatda nashr qilgan chog'da odatda 2000 dan 5000gacha shu nashr qildi. Demak, u 2000 kitobning yarmidak shu xalqlarningki kutubxonasida saqlanib qoldi, hech kim o'qimaydi. Ularning biramining balkim o'qildi deymiz, lekin o'qildi deganda uning biramining ichidagi balkim bir 200 ni xalqlar boshdan oxir o'qiydi. Qolganlari shu yerda turadigan gap. Lekin Facebook bo'lgan bo'lsa, buni shu zamon taqdim etaymiz. Hech qanday cheklimi yo'q. Agar albatta u yerda nurg'unlagan axlatlar bor, uni inkor qilsak bo'lmaydi. Lekin foyda taraflari yana ko'p bo'ldi. Bu 2004-yilda paydo bo'lgan. 2005-yilda mana atalg'ini bilib qo'yinglar. 2005-yilda Hadoop degan bir atalg'i paydo bo'ldi. Bu shu zo'r ma'lumot sohasida shu zo'r ma'lumotlarni qanday bir taraf qilishda bir zo'r bir ish bo'lganda, demak shu cho'ng hajmdagi ma'lumotlarni shu hajm kichik kompyuterlarga buningdan burun qanday qilasiz? Ma'lumot ko'paygandan keyin odamlar cho'ng kompyuterni cho'nglashtirib, uning kuchini cho'ngaytib, shu ma'lumotning nima o'sishiga ergishib kompyuterni cho'ngaytirdi. Lekin Hadoop sistem paydo bo'lgandan keyin shu tayyor kompyuterlarga, masalan, bor ma'lumotni tayyor kompyuterlarga taqsim qilish orqali sur'atni tezlatdi. Bu nihoyatda bir cho'ng ilgirlash. Bu 2005-yilda paydo bo'lgan. Buni shu Doug Kalting bilan Mike Calfralar ijod qilgan. Bu data scientistlar, ya'ni ma'lumot mutaxassislar nihoyatda ko'p ishlatadigan bir yangi bir yumshoq detal. 2007-yilda Apple shirkati, ya'ni shu olma shirkati iPhone'ni ijod qildi. iPhone'ni ijod qilib, shu 1-2 yil ichida butun dunyoga tarqatilib,
Muşu uchur almashtirish sohasida dunyoning oldini oldi. U 2007 yilda bo'lganlik. O'zinglar qarab boqinglar, bizda hozir 2016 yili, 2007 10 yil bo'lmaganda Apple'ning paydo bo'lishi. Lekin o'zinglarning qo'linglardagi smartfon deymiz, aql telefonning qanchalik ish qila oladiganligini müşahidələr bilib olgan oldu Apple'ның taraqqiyatı. 2008 yılı bir çoğun vaka oldu. U busumu muşu yaşardaki elektronluk esvaplarının sani insanların sanından köpeygen oldu. Abayda öttük o yaşarda 7 milyar kişi olduğun olsa muşu tutaş durulgan esvaplarının sani adamlarının sanından köpeydi degan söz. U 2008 yılı bo'lib bo'lgan. Endi hozir balkim bilmadik hamda uning yeping uchirini surishtirib baksa oldu. Mencha shu 6-7 yil jarayonida balkim shu asbobning soni dunyo fuqarolarining soni 2 o'sgan bo'lishi mumkin. Uni Google'da izlab baksanglar. 2011 yil Watson Computer deb bir yangi bir Watson 2011 yılı bo'lgan bir cho'ng voqea shu Watson Computer deb IBM'ning bir kompyuterisi bor. U shu Jeopardy degan bir Amerika bir channel bor, Jeopardy bir o'yin bor. Shu o'yinda aqli sinash jihatda shu kompyuter 3 odamni utib chiqqan bo'ldi shu kompyuter. Endi shu vaqtlarda bir cho'ng davronga silinib ketgan shu insonlar endi kompyuter insonlardan aqlli bo'lib ketalamdi degan. Endi u hozirgacha biroz talash tortishda. Mencha kompyuterni insonlar yasagan, kompyuter har qachon insonlarning oldiga o'tib ketolmaydi. İnsanlar kompyuterni jazman kontrol qila olmaydi. Mening shaxsiy xulosim shu. 2012 yili butun dunyoda ishlatilayotgan ma'lumotlarning hajmi 2,8 zettabaytga yetib bordi. Ularning faqat 3% ishlanmoqda. Demak, 97% ishlanmadi. Buningga shu sizlarda qiziqadigan yoshlarga nisbatan aytgan chog'da shu nurg'un fursatlar yardi. Chunki 97% dunyodagi ma'lumotlar ishlanmadi. Uni analiz qilgan yeri yo'q. Lekin to'planyapti. 2013 yili Mesela hammamizga ma'lum shu smartfon, Apple fon deymiz, tablet deymiz, Wi-Fi deganlar butun dunyoning har qanday bulung pishqoqlarga tarqalgan bo'lib, butun dunyo bir uchur to'riga aylanib bo'lgan. 2013 yil bo'lgan. 2015 yilgi statistik ma'lumot qaraganda 85%dagi shu Fortune 500 şirketlerini. Fortune 500 deganimiz shu har yili dunyoda eng cho'ng shirkatlarning 500'ni bağlaydı, belgilaydi. Şu 500 şirketning 85%i texi mavu zo'r ma'lumotni ishlatgan yeri yo'q ekan. Lekin u to'playotdi, lekin qanday ishlatishni bilmaydi. Demak, yana ABQ nuqtamdagi gapni ABQ yakunum kelmoqchiman. Shu o'zinglar o'ylab boqinglar. Ma'lumotlar to'planyapti, lekin shu ma'lumotlarni qanday bartaraf qilinadigan mutaxassislarning aytib kam. Mayli nada bo'lsin, shunday kam. Shuning uchun bu bir ugunib qo'yilgan bir fan demoqchiman. Hamda shu ma'lumot to'g'risida biroz to'xtaldik. Hamda shu ma'lumot kalkuni deb ataymizda. Bu kalkun demak abay deb o'tdik shu 10 yil ichida bu yorilayotgan shu ma'lumotlarni ayta zo'r darajada bir kalkun deb qarash bo'ldi. Bu kalkunni paydo qilish omillar zodi nima? Bu yerda tuvandagi grafiklar orqali biroz to'xtalman. Birisi shu mobil sensorlar deymiz, telefonda skan qilamiz-ku, bir yerlarga borganda aeroplan biletini shu skaner deganlar, degan har xil sezgurgichlar bor. Shular ma'lumot to'playdi buningda. Ondan qolsa shu social media deymiz, ijtimoiy vositalar,
Mesela bir yerde zanlar görgəndək Facebook deyimiz, LinkedIn deyimiz, Twitter deyimiz, YouTube deyimiz, ondan Flickr deyimiz bu resim almashtırdıgan. Şunun o'xshash ijtimoiy vasıtalar ait köpeyip ketdi. Hamma adam bir yerde bunu ishlatmayman degan odammi ishlatyapti. İşte Google, bularni o'zinglar o'ylab beqinglar. Buning için o'zinglardan o'zinglar shu savolni qo'yib beqinglar. Biz mushu narsalardan ayrila olamizmi hozir? Gerçi ba'zilar voy uning qarshi deganlar, lekin telefondan ayrılamaydi, uchur almashtirishni ayrılamaydi, bir-birisini aloqa qilishni ayrılamaydi-da. Shu demak bu social media degan shunday cho'ng rol o'ynaydi. Endiki ma video surveillance deymiz. Bu hem de şu sınırlık küzetkiçiler. Bu yakın zamanda nəhayət köpəyib ketdi. Hər bir şəhərdə, hər bir şu nimalarda muştaq sezgürlər hammamizni küzüb tutgan. Bizning hareketlerimizni, nima qilayotganlarimizni hammasini shu orqali kuzatish orqali cho'ng davlatlar o'zining davlat organlari, andikin shu ticari organlari bular shu ma'lumotlardan foydalanadi. Video rendering deganimiz hamda shu sin orqali tasvirlamak. Masalan, buni o'zimiz ko'rdik. Men hozir mush ishlagan videoni mana bir 2 soatlik videoni o'zim o'tirib, bir 2-3 soat o'tirib ishlab chiqara olayman-da. Uni o'zimning kompyuterning ichida uni u yer bu yerini uzib, kesib, xato yerlarimni qaytadan o'ngshab degandek, mushlarning hammasi video rendering deydi. Bu texnik degan 10 yildan burun shaxsiylar qilish mumkin emas edi. Sizlar o'zinglar o'ylab beqinglar. 10 yildan burun agar men videoda bir so'zlay desam yoki bir nimani chiqaray desam qanchalik vaqt ketadi, qanchalik texnik ketadi. Hozir hamma narsa shu shaxsida qila oladigan darajaga yetib qo'ydi. Smart grid deganimiz shu butun shu yana abaq degandek aql chatmalar deymiz. Bu yerda bütün uchur asboblari bir-biri bilan tutishib ketgan, ulashib ketgan davr yorildi. Endi geophysical exploration deymiz. Bu geofiziklik tadqiqotlarda buni o'zinglar balkim ko'rsizlar. Masalan, kuni birisi menga shu astronomiya, osmondagi yulduzlarning nimalarini ko'rsatgan bo'ldi-da. Shu vaqtida qaraydigan bo'lsak, shu telefon orqali ashada qatma-qat osmondagi yulduzlarni qat bo'yicha shu ko'rsatiladigan darajaga kelgan gap. Endi u cho'ng tarafdan, kichik tarafdan keladigan bo'lsak, shu mana shu elementlarning ichidagi tartiblarini rasmlar orqali ifodalash degandek. Undan qolsa gen sequencing deymiz. Genni ratlash deganmi shu bir nihoyatda taraqqilandi-da. Bu shu nihoyatda jiq ma'lumotni yaratadi. Bu to'g'riliq tuvandagi batda yana ozroq to'xtalamiz. Endi tibbiy pen sohasida shu odamning badanininki ko'rishni, kasallarni ichidagi har xil badan ichidagi har xil organlarni shu qatma-qat rasm tortish orqali kasallarni tepish bu sohada nihoyatda ko'payganligidan shu ma'lumot ko'p berilgan. Bu yerda mana slaydni ko'rsatishni to'g'ri ko'rdim. Bu yerda shu 90-yildan tortib to 2010-yilga kelgan shu 3 yillarni 3ga bo'lgan bo'ldi deyildi. Birinchi, ya'ni 90-yillardagi ma'lumotlarning hajmini terabayt orqali ifodalaydi. U vaqtida RDBMS deydi. Masalan, shu Oracle, Sun, SAP degan mushtaq sistemlar bor. Shu sistemlar bu ma'lumotlarni bir taraf qila oladi. Cho'ng sistemlar. Hozirgi shu Oracle, SAP, Sunlar emas, hozirgacha bor, lekin shu 90-yillarda oldin oladi. 2000-yilga kelgan chaqda ma'lumotlar petabayt orqali ifodalaydi. 1 petabayt deganimiz 1000 terabayt degan. Bu vaqtlarda endi asosan ma'lumotlarni shaxsiylar
PC'nin aldı turib bir taraf qila oladigan bir xil ahvol yaraldi. Bu musulmon shu Microsoftning, ya'ni Bill Gates'ninki yumshoq detalninki kuchayib ketganligidan bo'ldi-da. Masalan, u vaqtlarda masalan Excel deymiz, PowerPoint deymiz, Word deymiz, shundoqla Access deymiz, shundoqlarning hammasi paydo bo'lib, buni shu odatdagi shaxsiylarmi program qila oladigan odat shaxsiylarni program qila oladigan davrga bo'ldi. Bu 2000 yilda bo'lgan narsa. Mana 2010 yildan boshlab ta bugunga qadar hozir ma'lumotlarni masalan exabyte orqali, abay deb o'tdim, exabyte orqali ifodalaydigan bo'ldi. 1 exabyte deganimiz 1000 petabaytga teng bo'ldi. Buning bo'lishi demak shu cho'ng ko'lamdagi ma'lumotlarni bir taraf qila oladigan qudratga ega qildi deganlikda. U vaqtida masalan shu LinkedIn deymiz, Facebook deymiz, YouTube deymiz, Pinterest deymiz, Google deymiz, shularning barliq kelishi shu cho'ng ko'lamdagi ma'lumotlarni bir taraf qila oladiganligimizdan kelib chiqqan deganlik. Endi zo'r ma'lumot to'g'riliq xili tushunchaga ega bo'ldinglar deb qarayman. Endi mayada uni texmi cho'nqiroq tushuntirish uchun men sizlarga shu zo'r ma'lumot to'g'risida bo'lgan ba'zan haqiqatlarni bir qur tasvirlab o'tay deb o'yladim. Masalan, hozir Amerikadagi har bir shu office worker deymizda, ishxona ishchisi kuniga 5 gigabaytlik ma'lumotni bir taraf qildi. Buning ichiga emaillari bo'ldi, videolari bo'ldi, andikina shu qoldigan so'zlari telefonlarda, andiki Excel spreadsheetni ishlataganlar hammasi har bir o'ttirib aytgan chog'da Amerikadagi har bir ishxonada ishlaydigan har bir ishchi, xizmatchi 5 gigabaytlik ma'lumotni bir taraf qildi. Endi qolsa shu bir narsani shak deb o'tayimdi. Biz bilamiz, bizning doktor Erkin Sidiq shu NASAda ishlaydi. Shu vaqtida shu NASAdagi bir misolni keltiraylik. NASAda 1960-yildan 60 necha yildan boshlab 10 yil davom surgan vaqt ichida 3 olam programni ishlaganda, buning birisi Mercury Space Program, shu osmonga, ya'ni bo'shliqqa nima chiqarish. Andiki Apollo Space Program yana bir program. Andiki Orbit Space Program, Shuttle Program degan bo'ldi. U bo'lsa shu yashardan shu aeroplanga o'xshash uchar orqali osmonga to'shish deganda, bu yerda men buni ko'rsatishga sabab o'ylab berdim. Shu 3 program shu vaqtlarda dunyo bo'yicha eng ilg'or kompyuterlarni ishlatib shularni loyihalagan ham shu ishlatadi-da shu vaqtlarda. Lekin shu 3 programni ishlatgan barliq kompyuterlarning kuchini yig'inchoqlab keladigan bo'lsakmi, ularning kuchi qo'lingizdagi telefondan shu nechasi to'n edi. Demak, hozir bizning qo'limizdagi kompyuter, ya'ni qo'limizdagi smartfon shu vaqtdagi 60 necha yildagi 3 cho'ng programni ishlatgan kompyuterlardan quvvatliroq deganlik o'ylab beraman. U bir misol. Agar buningdanmi ta'sirlanmaydigan bo'lsanglar, endi bu tuvandagi pul bilan munosabatli misolni kelib boqing. 2001-yili shu gene sequencing deymiz-ku, gene sequencing bu yer dori sohasida ishlaganlar, biologiya sohasida ishlaydiganlar bildi. Insonning shu genomini 2001-yili bir odamning genomini ishlab chiqish uchun $100 million ketadi. Bu o'ylab qo'ying, 2001-yilda. Shu zo'r ma'lumotning paydo bo'lishi bilan 2011-yili bir genomni $100 ming ishlaydigan. Endi hozir masalan 2016-yilga kelganda $500 atrofida pulga bir genomni ishlatgan bo'ldi. Shuning uchun o'ylab qo'ying, $100 million bilan $500 ning farqi nima? Demak, shu zo'r ma'lumot davri, ya'ni shu ma'lumot ilmininki pulga aylanganligining bir dalil isbotidir. Endi bu yerda xizmatlarga to'g'ri kelaylik. Endi Amerikada masalan o'ttircha aytgan chog'da data scientist, ya'ni shu ma'lumot mutaxassisining yillik maoshi taxminan aytgan chog'da
o'ttirchi hisobda olganda $125,000 bo'ldi yiliga. Endi Amerikaninki ba'zi bir mutaxassislarning mo'ljallashicha mushu 2018-yilga kelganda mushu ma'lumot mutaxassislari Amerikada balkim 140 mingdan 190 minggacha ehtiyoji bor. Bular endi maxsus mutaxassislar, shu maxsus shu ma'lumot ilmi bilan shug'ullanadiganlar. Shuni kasb qildiganlar. Endi uning bilan munosabatli kasblar bo'lgan bo'lsa 2018-yilda Amerikadagi ehtiyoji 1,5 million deganlik. Shuning uchun bu ehtiyoji nihoyatda cho'nqur. Mening bilishimcha hozir shu Yevropa elleridimi endi mushu sohalarda ishlash bir yangi bir hot subjects deymiz, bir yeniliklar paydo bo'ldi shu Shimoliy Yevropalik taraqqiylangan davlatlarda, Angliyada degandek yerlar. Amerika ham dunyoning oldida turdi, lekin mush davlatlar. U bir endiki mush Xitoyda, Hindistondami mushu sohalardagi xizmatlar nihoyatda ko'payib ketdi. Buning bo'lgan ehtiyoji mushu kelgusi 10 yil ichida uzilmay shu exponential mana bu yerda exponential siziq bor, shu exponential darajada ko'paydi degan gap. Bu betni tezla bayon qilib o'tay deb o'yladim. Men bu yerda bu bet nimani ko'rsatadi deganda shu ma'lumotlarni turga bo'lgan chaqda abay deb o'tdimg'u, birisi structured, andan yana birisi unstructured deb ikki turga bo'ldi deganlar. Structured deganimiz shakllangan, ya'ni shu Excel'lar orqali CSV fayllar orqali ifodalaydigan, ya'ni database'larning ichida bo'lgan. Bularning hammasi shakllangan structured ma'lumot bo'ldi. Endi qolganlari unstructured, ba'zilari yerim structured deymiz, ba'zilari structure o'xshab ketadigan deymiz, quasi deganimiz shu endi o'xshab ketadigan. Bularning hammasi 90% ma'lumotni egallaydi. Demak, shu Hadoop, abay anladinglarmi? Hadoop sistema orqali zo'r ma'lumot asboblari, ya'ni yumshoq detallar orqali shu tadqiqot qiladigan ma'lumotlar asosan shu unstructured, ya'ni shu shakllanmagan yoki tuzilmagan ma'lumotlarga qaratilgan deb bilishga bo'ldi. Bu yerlarda bularni inglizchadan uyg'urchaga tarjima qilmadim. O'zinglar ingliz bilganlar bo'lsanglar ko'rib olsanglar bo'ladi. Xo'sh, endi qani mushu ma'lumot ilmida zo'r ma'lumot davrida to'nilgan bir qancha shaxsiylarni ko'rsatdik. Albatta, hammamizga balkim bu ikkisi tanishdik. Birisi Steve Jobs, yana birisi Bill Gates. Bu ikkisi abay deb o'tgandek shu kompyuterlarni shaxsiylashtirish sohasida bir avangardlik bir ishni yaratib, butun dunyoda hammamizning qo'lida kompyuterga ega qilayotgan odam mana mush ikki shaxsiyat bo'ldi. Mush shaxsiyat. Uningda qolsa uchurlarni o'zaro almashtirishda bir yangi davrini yaratganlar, masalan Mark Zuckerberg deymiz, bu Facebook'ni yaratuvchi. Endiki Larry bo'ldi. Endikin Twitter'ni yaratgan yana birisi. Buning Twitter'ni yaratgan. Endiki üç bala bu YouTube'ni ishlab chiqargan. Endiki Oracle bu Larry degan bo'ldi. Oxirgisi ham Jim Goodnight deb bu SAS institutini, ya'ni shu ma'lumotlarni statistik usullar orqali tadqiq qiladigan yumshoq detalni ijod qilgan odam. Bu odamga mening nihoyatda hurmatim bor. Chunki o'z vaqtida men North Carolina State University o'qiyotgan chaqda shu odam shu vaqtlarda, ya'ni 30 yildan burun, yaqin 40 yildan bo'lib qoldi deyman. 30 necha yildan burun bu odam shu North Carolina State University'da o'qiyotgan o'quvchilarga shu SAS yumshoq detalni bekor ishlatidiganga shu nima
yo'l qo'yibdi ekandik. U nihoyat qimmat edi. Bildiganlar bilsa sasning softveresi ta hozirgi kunga kelgan chog'da 1 yillik ishlatish haqqi $4,000 bo'ldi. Bir tane. Lekin madem shu vaqtida North Carolina State o'quvchilariga shuni bekor berib o'tgan. O'zim shu men o'qigan North Carolina State University'ni bitirgan statistik departmentniki statistik departmentni bitirgan ekandik. Bu adam endi mushu sas degan yumshoq detalni ijod qilishlik sabab endi o'z vaqtida mushu masalan ilm fan bilan shug'ullanadigan professorlar, ilm fan bilan shug'ullanadigan matematik, statistik o'quvchilari kompyuter programming kelgan chog'da shu nihoyat qiynaladi ekandikda. Bular shu kompyuterni o'rganib, uni tuzish kelganda nurg'un bosqichlar ketgachga bu odam to'xta. Men shu ilm fan bilan shug'ullanadiganlarga mushtaq bir o'rganishga oddiy ishilchik chaqqan bo'lgan bir yumshoq detalni ishlatsam bo'ldi deb o'sha SAS ya'ni SES degan yumshoq detalni chiqargan. Bu hozirgacha bu shu ma'lumot analiz qilish sohasida dunyo bo'yicha oldida turadigan bir yumshoq detal. Bu yerda ma tarafda endi o'zinglar Abacus mana 3500 yildan burun paydo bo'lgan. 3500 yildan paydo bo'lib 20 yıldan burunqi shu qani 20 yil 70 yani 30 yıldan burunqi vaqtlar 30 yıldan burunqi vaqtlarda mushu kelib shu qani 71 yıldan burun 70 yıldan burun mushu insonlar degan mana mushundaq shaklda yo'g'on uyini egalleydigan kompyuterlarni ishlatdik. Lekin 71 yildan boshlab 20 yil o'tmayla bu Abay deb ödegan shaxsiylar shu kompyuterni shaxsiylashtirib shaxsiylarning qo'lidagi bir qalamning o'rnida ishlatilgan darajaga tushiradi. Uningdan keyingi 30 yil ichida mana hozir ko'ryapsizlar bizning qo'limizda ishlatayotgan asboblar mana mayada Google mashina o'zini haydaydigan o'zi avtomatik haydaydigan. Ya'ni mayada mau hamda doktorxonalarda operatsiya qiladigan robot deymiz. Shu robotlar orqali operatsiya qiladigan asboblar hozir paydo bo'ldi. Bu yerda uzun to'xtalmaymiz. Bularni o'zinglar mush orqali ko'rib olgan. Qanchalik mushu mana bu yerda ko'rib 60 yil ichida qanchalik fan texnika qanchalik taraqqiyot bo'lganligini bu yerda mush yerda bilib olgan oldu. Bu yerda bu. Bir narsani deb o'tay insonlar mushu 2003-yili yaratgan ma'lumotlarning hajmi bütün inson tarixida yaratgan bir yil yaratgan mesela birinchi yil yaratgan ma'lumot bütün inson taraqqiyotida yaratgan ma'lumotlarga teng bo'lgan ekan. Bu 2003-yilda bo'lgan bir cho'nglik. Xo'sh. Meyada mavi hani biraz hani öteydi ma Steve Jobs hem de nait hürmetim var bu adamga. Men burun leksiyalarini anlagan. Hozirgacha ba'zi bir leksiyalarini anlab turmay bu adamning so'z deganlarida. Bu adamning asosan deydigani o'sha birisi tirishchanlik, andiki yana birisi o'zining nimasini ta'kidlaydi, o'zining shaxsiy qiziqarligini ta'kidlaydi. Ya'ni boshqalar sana bir nima deganga bek ishinib ketmasdan o'zanga ishinib nim qil degan narsada idealni aytib. Shuning uchun bu odam nima to'liq nima oliy maktabni bitirmasdan turib o'z oldiga garajda shu kompyuterni Apple II deganni 1984-yilda ijod qildi. Shuningdan keyin mana orliqlarda Xpass shu bir ishlar bo'lib ketdi, ish qilib tasliq qildi bu hatta bankrupt bo'lib o'zining hamma nimasini yo'qotib qo'ygan. Lekin mau uning og'inisi ham raqobati mau Bill Gates uni shu $20 million orqali qutqizib olib uning shirkatini mana mishalada o'zgartirdi. Shuningdan keyin bu iMac deganni chiqardi, iPodni chiqardi, iPhone'ni chiqardi, iPadni chiqarib mana bu hozirgi hammamizning qo'lida bor hozir bu ay bilan munosabatlik nimalar. Bunda bitayli. Endi meyada ma'ning ustida biroz to'xtalaydi. Qani endi mushu ma'lumot ilmida ishlash uchun qanday iqtidorlar kerak, nimalarni o'rganish kerak, qanday qobiliyatlar bo'lish kerak ustida biroz to'xtalaman. Endi buni bir qancha ko'rsatsam nurg'un odamlar cho'chib, qo'rqib ketgan. Voy, bir odam
qandoqlarcha bunday jiq narsalarni bilalaydi degan savollar o'tirib qo'yildi-da. Endi buni bu grafga obdanoq qaraydigan bo'lsak, o'zing bu yerda men biroz qurib tushundirman, shuningdan ishonimanki, mushu grafni tushunib bo'lgandan keyin, ha, menmu mushu ishni qila olmaymanki degan xulosaga kelasizlar. Bu yerda ma'lumot ilmi degan nihoyatda doira keng, nurg'un fanlarni o'rtoqlashtirgan bir fanni nima qiladi. Bu yerda masalan eng muhimi mushu ma'lumot qazish kasbiga bo'lgan bir xil qiziqarlik. Demak, ma'lumotning ichidan qandoq uchurlarni qazib chiqilo degan narsa. Buni qilish uchun buningga matematika, statistika fanlarida yaxshi bo'lish kerak. U bir. Lekin mushu zo'r hajmlik ma'lumotlarni analiz texnikasini egallash kerak. Bura abay deb o'tdimmi, masalan, Hadoop degan softverni, SAS degan yumshoq detalni, shuning o'rtasida cho'ng ko'lamdagi databaselarni bir taraf qila oladigan, analiz qila oladigan usullar bo'lishi kerak. Ondan yana bir muhim omili mushu o'z kasbingizda o'z kasbiningki mushu egisi, ya'ni mushu her sohalarning kasbi bilimlarini shu ya unda deyish bo'lmaydi. O'zingiz ishlayotgan, o'zingiz qiziqayotgan shu kasbda bir xil bilimingiz cho'nqur bo'lishi kerak. Masalan, savdo tijoratda bo'lamdi, yoki bo'lmasa matematikada bo'lamdi, yoki bo'lmasa fizika fanida bo'lamdi, astronomiya nima yapamdi, ximiya bo'lamdi, yoki dorigarlik, doktorlik bo'lamdi. Ish qilib o'zingizning kasbingizni tashlamay turib, andan shu ma'lumot analiz qilish usulini egallaydigan bo'lsangiz, siz shu vaqtida ma'lumot ilmida ishlaydigan ma'lumot mutaxassisi bo'lib qala olasiz. Buningda albatta biz faqat mana bu 4 chambarakni qildik. 4 chambarakning nurg'unlari bir-birisi bilan munosabatli. Masalan, ma'lumot modulini tuzish. Buningga abay deb o'tgan hamma ixtiroat. Modul tuzish uchun sonlardan qandoq qilib bir matematik formula tuzish degan gap. U matematik formulani tuzish uchun matematikada yaxshi bo'lmasa bo'lmaydi, statistikada yaxshi bo'lmasa bo'lmaydi, kasb bilimlari nima qilmasa hech kimga foydasi kelmaydigan bir xil modullarni tuzib chiqadigan ahvollar. Endi bo'lsa shu an'anaviy tadqiqot uslublarini bilish kerak. Masalan, shu biologik mutaxassislar bo'ladigan bir ishxonaga kirib olib, shu bir genomni nima qilish uchun, uning ichidagi genning tarkibini bilish uchun an'anaviy tadqiqot uslublari ketadi u yerda. Shu uslublarni bilganda, lekin shu ma'lumotni qanday analiz qilishdan bu yerda foydalana darajada. Lekin sohalar bo'yicha tekshirish ilib berish. Masalan, ABD ma'lum statistik masalani hal qilish uchun shu sohadagi bilimdan boshqa, ya'ni shu sohadagi bo'yicha tekshirish ilib bera oladigan. Masalan, sampling deymizmi? Sampling degan ulgu chiqarish. Agar ulgu chiqarish usulini statistik usul orqali shu population deymiz, hamda shu population deganimiz shu tadqiq qilmoqchi bo'lgan shu aholininki shu ahvolini bilmay turib sampling qiladigan bo'lsa, bir xato sampling chiqib, xato yakun chiqadigan bularni bo'ldi. Endi sonliq abay deb o'tdim, sonliq ma'lumot omborlarining texnikasini bilish kerak. Buning uchun men tuvanda yana bir slayd orqali tunishtiribman. Demak, mana mushu agar siz mushu ko'rsatilgan mushu chambaraklarning orasidagi birasiga qiziqadigan bo'lsangiz, siz mushu ma'lumot ilmiy sohasida ishlaydigan bir xil qiziqarlikni nima deymiz buni? Mushu ma'lumot ilmida ishlaydiganga o'zingiz asosingizni tiklagan bo'la olasiz. Shuning uchun mayada bir narsani men o'qib o'tay deb o'tdim. Ma'lumot ilmi, ya'ni jumladan nima deganda o'xshamagan turdagi tez suratda ham zo'r ko'lamda hosil bo'layotgan
shakllantirilgan yoki shakllantirilmagan abay dedik structure yoki non structure ma'lumotlarni statistik va yuksak darajadagi tafakkur uslublarni qo'llash orqali bilim kezib chiqib tijorat va boshqa sohalarni quvvatlantiradigan bir ayrim fandan iboratdir. Demak, amaliyot bilan ayrıladigan bo'lsak, siz faqat matematik tadqiqot qiladigan bo'lsa yoki statistika tadqiqot yoki biologiyani tadqiq qiladigan bir xodim bo'lib qolsangiz, siz ma'lumot ilmiga kiramaysiz. Ma'lumot ilmini bilish uchun shu sohalardagi bilimlardan foydalanib, shu ma'lumotlarni to'plab, shu sohaga tuhfa qo'sha oladigan bir darajaga yeta olsangiz, endi siz ma'lumot mutaxassisi bo'la olasiz. Ham bilan shug'ullangan bo'lasiz. Xo'sh. Endi xo'sh, leksiyarimning oxirgi bir qancha batlariga keldim. Endi bu yerda ma'lumot analiz qilish jarayonini bir tushuntirib o'tay deb o'yladim. Buni bir diqqat bilan anglashinglarni umid qilaman, chunki bu biroz murakkabroqda ko'rinishda. Bu yerda o'taydi. Har qanday ma'lumot analiz qilish uchun shunday bosqichlar jazman bo'ladi. Buning birinchi bosqichi nima deganda shu kashfiyot qilish davri. Ya'ni shu tijorat sohasidagi bilimlar bo'lishi kerak. Andikin shu tijorat sohasidagi ma'lumotlar, shu kelgan manbalarni bilish kerak. Andikin texniklik mesela siz kichik kompaniyaga ishlaydigan bo'lsangiz, u kichik kompaniyada balkim bunda tez suratdagi yoki bo'lmasa zamonaviy kompyuterlar bo'lmasligi mumkin-da. Siz agar u yerda qo'pib shu konkret ahvol qarab ishni bajarmaydigan bo'lsangiz, vaqtida siz balkim shu yerda to'xtab qolasiz. Chunki ma'lum shirkatda ma'lum masalani hal qilish uchun shularning shu ahvollarini bilish kerak. Endikin analitik jihatda zodi nima masalani hal qilish? Undami? Masalan, bir xaridor shirkati bo'lgan bo'lsa, ular balkim xaridor ko'paytirishni qo'ydi. Xaridorni qanday ko'paytirish to'g'ri? Undami? Va endikin agar biologiyadagi tadqiqot bo'lgan bo'lsa, biologiyadagi konkret ma'lum masalani hal qilishda uningga bo'lgan shu ehtiyojlar qandaq asboblar tayyor degan narsani bu shuni bilish kerak. Bu vaqtida bu andin ikkinchi bosqichga, ya'ni shu ma'lumot tayyorlik qilish bosqichiga o'tganmiz. Buni data preparation deymiz. Bu vaqtida masalan shu analitik usullarni qo'llash va ETL deganimiz endi shu ma'lumotni export, transportation and load degan narsa bo'ldi. Export deganimiz uni ma'lumotni bir o'rindan yana birini yutkash. Transportation deganimiz uningki ma'lumotlarning shaklini o'zgartirish, matematik statistik usul orqali uning shaklarini o'zgartib ishlatgili bo'ladigan holatga keltirish. Andikan data profile deganimiz ma'lumotlarni ixcham graflar orqali shularni tushunish, andiki ma'lumotlarni tozalash degandeklar mushu davr keldi. Andiki modul planning deymiz, bu endi modul planlash mezgili. Bu modul planlash degan abay deb o'tdik. Birinchi bosqich kashfiyot bosqichini o'tgandan keyin andiki ma'lumot tayyorlangandan keyin andiki modulni tuzish, bu yerda matematik usullar orqali modul tuzish kelgan chog'da buni planlash davri ketadi. Buningda yana abay deb o'tgandek shu shirkat yoki ma'lum masalani hal qilish jarayonida hal qilmoqchi bo'lgan masalalarni bir taraf qilishda undan shu uchirgan chiqdi. U uchurlarning ichidan foydali uchurlarni saqlab qolish, foydasizlarni chiqarib o'tish degandek mushtaq davrlar. Bo'lmasa hamma ma'lumotni kirgizib bir muncha vaqtlar shu faqat isrof bo'linib ketadi buning. Endi bu uch bosqich o'tgandan keyin model building deydi. Model buildingda hamda shu matematik model yoki statistik modellarni tuzish. Buni hamda hozirgi zamonda
nurg'un yumshoq detallar bor. Statistik, matematik, ashta yumshoq detallar bor. Shu detallarga ama u tayyorlangan ma'lumotlarni lekin plan bo'yicha tuzgan modellarni shular kirgizilgan bo'lsa bu yumshoq detallar yumshoq detal qolgan ishni sizga qilib berdi. Siz u yerda o'tirib bosh qotirib modelni qandoq tuzish qandoq mangiz deganlarga bak vaqt isrof qilmaysiz. Uningga maxsus shuni kecha kunduzlab o'tirib ularni tadqiq qiladigan olimlar bor. Endi 5-chi bosqichda shu chiqargan xulosani boshqalarga yetkazish, boshqalar bilan fikr almashtirib, shuni yetkazish. Masalan, bu yerga kelgan chog'da masalan modul orqali voy bir shirkatga ning abay ko'rsatgan misol bo'yicha asli bu shirkatda 200 ming xaridor bo'lgan bo'lsa, shu 200 ming xaridorni 300 mingga xaridor qilish uchun uningga mushu tuzgan modul bo'yicha qandaq qilg'ili bo'ldi degan butun jarayonlarni oddiylashtirib shu xalqlarga tushuntiradish. Bu oddiylashtirish deganda masalan graflar orqali, keyin rasmlar orqali, endi shunda oddiy usullar. Bu formula emas, matematik formulalarni, statistik formulalarni bu tijorat sohasida ishlatadigan bo'lsak, balkim xalqlar qarabmi qo'ymaydigan ahvollar bo'ldi. Siz bu communicationda, ya'ni fikr almashtirishda siz ojizlik qilgan bo'lasiz. Demek sizning yaxshi modelingiz va yaxshi xulosalarni chiqardingiz, lekin uni haqqa yetkazolmaydigan bo'lsangiz, u yanada nolga teng bo'ldi. Ishqashligan pullar hammasi bekor ketgan bo'ldi. Endi oxirgi bosqichda operation olaymiz. Ya'ni ABX misolini oladigan bo'lsak, bu hamma shu 5 bosqichni o'tib bo'lgandan keyin 6-chi bosqichga yana siz shu modulni tuzib bo'ldingiz, ma'lumotlarni hamma narsani tayyorlab bo'ldingiz, shu pul beradigan odamlarni, shirkatlarning shu xodimlarini hammasini qoyil qilib bo'ldingiz, vaqti bo'ldi. Qani endi buni operation amaliyotga solayli deydi-da, shu vaqtida endi keyin buni amaliyotga silish. Ya'ni demak, bayqi o'zingiz bergan va'da. Masalan 200 minglik xaridorni men 300 mingga o'zgartib berman deganda operational davrda buni qilgan bo'ldi. Buning har bir bosqichida endi bu yerda bir kitob qilib yozgan bo'ldi. Uni har bir bosqichni bir soatlik diksiya orqali tushuntirib ketgan bo'ldi. Men yerda qisqacha shunda deb o'tay. Buning endi sizlarning bildigining har qanday ma'lumot analiz qilishda shundoq 6 bosqich jazman bejirildi ekan degan uqumga ega bo'lsanglar bo'ldi. Xo'sh, bu endi ma'lumot mutaxassislarning endi kasbiy jihatdan qanday iqtidorlar bo'lishi kerak. Abay azroq deb o'tdim bu yerda. Birisi eng muhimi statistik, matematik ilm fanlarda yaxshi bo'lish kerak. Chunki statistik matematikning hamma fanning asosi. U o'zgargani yo'q, Biz hozir ishlatayotgan shu statistik matematik nazariyalar, shu ma'lumot ilmi nazariyalar nurg'unlari shu 200 yildan burun yoki 150 yildan burun allaqachon o'tirib qo'yilib bo'lgan. Endi hozir biz shuni amaliyotga lekin amaliyotga qo'llash davriga keldik. Endi uni qo'llash uchun shulardan xabarimiz bo'lmaydi. Endi keyin ma'lumot analiz qilishning usullari. Ma'lumot analiz qilish usullari deganimiz endi bu o'z oldiga bir ayrim nima endi abay deb o'tdik-ku. Ma'lumot kelganda ularni qanday bir taraf qilish. U bir analiz. Endi keyin u ma'lumotlardan shu kompyuter yumshoq detallar orqali ma'lumotlarni chiqqan suratda hisoblash, qanday surashda hisoblash deganlar ishdan keldi. Buning uchun kompyuter sohada yaxshi bo'lish kerak. Eng bo'lganda kam deganda bir ikki kompyuter programming tilini bilish kerak. Endi kompyuter tarixidan xabaringiz bo'lishi kerak. Mencha agar bir ikki kompyuter shu yumshoq detalda mayirli bo'lgan bo'lsangiz, qolganlarni o'rganib ketish oson to'xtaydi. Ama subject matter expertise deymiz, endi o'z ishlash sohangizda bilimingiz cho'nqur bo'lishi kerak. Kasbiy bilimingiz bo'lmaydigan bo'lsa, kasbiy bilim bo'lmaydigan bo'lsa, abay deb bitdi-ku, ma'lumot ilmi degan konkret amaliy masalalarni hal qiladigan bir fan. Agar shu sohada
öz saýaryňda özüňizniki biliminiz kam boldygan bolsa, bu kaganlarny ming egelliňizi aýşyny hal kılamaysyz. Sizin ançı paýdaňyz bolýar. Database management kılıç. Yani database'lar diýimiz uçur uçur bazisleri dep alatdyk öz wagtda. Şularny kandaq kılıp başguruş. Hemme maglumatny tıkıly beremizmi yoki paýdaly materiallarny sep goýmyz. Bu bir çoň bir mesele. Hazır nurgun şirketler abay dep ötdüm go. Maglumat bolsa saklap atdy. Çünki hazır storage deymiz. Saklaş hacmi bahasyna aýt äzem bolup ketdi. Çünki özümizden kolumuzda menin kolumda 64 gigalyk maglumatny men özümninki smartphone sala alayım. Öýümde 2-3 terabaytlyk nimeler bar. O sığım diýen aýt äzen. Şirketlerine nisbeten o sığımnyň bahasyna aýt äzen näse bolup gatdy. Lekin şundaqdymy şu maglumatlarny bir tarap kılışda bazisini maglumat bazisini başguruşda bilim boliş gerek. Communication'ni abay dep ötdüm. Communication diýenimiz çykagan hulasyňyzny başkalarga paydası bar dep yetkizip bereliş. Bu mena aýtma. Endin avangardlyk ihtara boliş gerek. Demek aşulyk hak kılgan näsini dorumay üzem bir ýeňilikni yarataýçu diýen bir avangardlyk spirit diýimiz. Muş näse jazman bolmasy bolmaýdy. Bu ne aýtdy? Mesela Steve Jobs'un deyimiz, Bill Gates'in deyimiz, Mark Zuckerberg'in deyimiz, Jim Gooden aýtdy. Her qandaq şu maglumat ilmide galby kazangan adamlar hemmesiniň şu bir xil entrepreneurlik, yani şu avangardlyk ihtizary bar. Bular ýeňilikni ýaratyma, sen kılganyny men üçin kılamayma diýen bir xil nimede bar. Bu avangardlyk diýen hemme sahalara kirdi. Sowda da bolsun, tijaretde bolsun, himiyada bolsun, matematik, statistik bolsun, hemme penlerde muşundaq bir avangardlyk bir spirit bar adamlar ýeňiliklerini yarata alaydy. Bu misal şu hakynyň teýýar gyp goýgan näsini köçürüp işletişge teýýar bolýan. Şunuň üçin şu men şu ýaşlar daim dep durma bir xil avangardlyk nime bir spirit boliş gerek. Endi nima data visualization deymiz, endi maglumatlarny şu visualization, yani graflar arkaly. Mana bugün men kösetken muşu mezmunlar graflar arkaly ifadalanyp atdy. Özüňler graflar arkaly körsler, mandaq gepke dep şu nurgun şu çoňqur mänidiňki bilimlerni addilaşdyryş. Graflar, chartlar arkaly ularny ifadalaş. Bu maglumat ilmine aýt köp talep kılındı. Endikin abaymy dep ötdüm, big data mesela zor maglumatlarny bir tarap kılışynyň esbaplaryny öňüçi gerek. Mence aşuny Hadoop dedim go, Hadoop diýen nimeni ügünüp goýsaňlar boldy bu. Bu emdi şu saýagy bolgan ihtidar. Abay dep ötdüm ýene. Bu ýerde garaňlar şu her bir meýediki nime, her bir Mişede şunu mu dep öteyim, bir yerde bu grafni görüp özüňlerini bek çöçütüp ya bu men kılamaýdygan işken go digen kulasyny çykargan bolsaňlar hatalysyzlar. Bir yerde digenim Allah Taala dünyada mükemmel adamny yaratgan yeri yok. Hem bir maglumat ilmide bir mükemmel adam boluşdan ilgiri o mümkün emas, hiç kim yetemeydi. Şunun qarab intila alaydiganlar bolsa bu ýerde nima kılaýyn? Mesela statistikini bilmez. Şundamy? Statistikini biz başlangyçda otur mekdepde okugan, eger ali mekdepde kirmemiz. Data analytics diýen hazır men birden yumşak detallarny körsatgende bilmez. Data analysis, computer science diýimiz, hem de mawy hem de özüňiz kuwatgan işga kyzykyş diýen. Bulanyň hemmesi hazır open source software arkaly addylyşyp ketdi. Hemme näse haklar işlep teýýar gyp goýgan. Şulanyň kandaq işletişini öğrengende bolsak, muşu säge kirişip giteleýimiz. Mesela Amerika'da hazır nurgunluğa yeni mektepler içilip atıdı. Uygurlar içilip nurgun mektepler içilip atıdı. Computer tester deyimiz, computer programming dersler deyimiz, internetlerde bir kağı dersler ötülüp atıdı men sözlügendik. Şuların içi kirip, şunun içinden hemmisini emas, özünüz kızdıkan sahalardan bir işkini tanlap, onu kirişip ügünüp aldıgan bolsanız, endiken siz özünüz bir xil kızıkarlık şeyler peyda oldu.
shu yerda paydo bo'ldi. Shuning uchun shunda endi mush banga kirishib ketadigan bo'lsiz. Xo'sh, endi eng oxirida mening to'xtalmoqchi bo'lgan mazmunim shu hozir ma'lumot ilmida umumyuzlik qo'llanib kelayotgan analitik yumshoq detallar, database yumshoq detallar. Bularning ko'pinchilari hozir bekor bo'lib ketdi. O'z vaqt nabay deb o'tdim-ku, o'z vaqtida shu bir programming language'ini o'rganish uchun maktablarda 4 yil, 5 yil o'qish to'g'ri keladi. U vaqtda degan kompyuter shu yumshoq detalni tushirib olish uchun uni nurg'un pul xarjlaydi. Hozir masalan men hozir ko'rib o'tman, nurg'unlar hozir bekor bo'lib ketdi. Bekor bo'lmagan taqdirda nima? Shunga bekor o'rganishga yaratilgan bekor nusxalari nurg'un bo'ldi. Shuning uchun men bu yerda bir qanchalarni deb o'tay. Bu yerda agar siz analitik sohasida qiziqadigan bo'lsangiz, masalan matematika, statistika, ma'lumotlarni analiz qilishni qiziqaman deydigan bo'lsang, desangiz bu open source software deydi, u R. R degani revolution degan ma'noni bildiradi, inqilob degan. Bu nima deb R deb nima qildi deganda, shu ma'lumot analiz qilishda bir inqilobni yaratay deb bu R degan yumshoq detalni yaratdi. Bu yumshoq detal hammadamga ochiq. Men mushu to'g'riliq bir dars o'tadigan planim bor. Mana kursdan keyin men e'lon qilman. Sizlar agar tizimlatadigan bo'lsanglar, men sizlarga mushuni darsni o'tay deyman. Buningga mening talabim to'liq o'rtni putagan bo'lamsiz. Putamagan bo'lamsiz. Shuningga qiziqadigan bir yeringiz bo'lgan bo'lsa, matematikadan ozroq xabaringiz bo'lgan bo'lsa, men shu R degan softverni sizlarga o'rgatalayman. Shuni mening Facebookga kirmagan bo'lsanglar, Facebookdan shu uchurni ko'ringlar. Ana qasam bu Python deganmi, u bir open source software. Bu bekor. Buni o'rganish R qaraganda osonroq deb qarayman. Chunki buni o'rganishda matematik, statistik nimalar ancha talab qilinib ketmaydi. Faqat bu Pythonmi qildi nurg'un statistik ma'lumotlarni, lekin mening demoqchi bo'lganim bu endi asosan shu ma'lumotlarni bir taraf qilishda qulaylik bo'layotgan Python deganimiz. Unda qolsa albatta Excel. Excelni balki hammamiz bilamiz-ku. Excelni ta bugun qadar ma'lumot ilmida bugun qadar ishlatib kelyapti. Bu Excelning hozir degan o'z vaqtida degan 5-600 qur ma'lumotlarni analiz qiladi. Hozir degan mening bilishimcha million qur ma'lumotni analiz qiladi. Million degan nihoyatda jiq ma'lumot. Agar kichikroq shirkatlarning ma'lumotini analiz qilmaydigan bo'lsam, shu Excel orqali. Endi yana bir yeri bu Excel hammadamning kompyuterida bor asosan meningcha. Shunday shuning uchun Excelni bilish kerak. Ondan agar qiziqadigan bo'lsanglar, men SAS deganni o'rganib qo'yinglar. SASninki garchi abayman deb o'tgandek, u license feesi $2500 ketgan bilan, lekin buningma shu SASninki abayga Jim Goodnight degan odam SASninki university version deb birisini chiqargan. U university versionni bekor tushirib oladi. Bekor tushirib olgandan keyin o'zinglar shu yerda ko'rsatgan misollar orqali o'rganib olgan bo'ldi. Ondan Tableau degan narsa asosan visualization tool deydi. Visualization tool deganimiz shu orqali ma'lumotdan foydalanib, ma'lumotni graflar orqali, jadvallar orqali har xil haqni jalb qila oladigan usullar orqali shu ma'lumotni ifodalash. Buningmi bekor versioni bo'ldi. Lekin ma'ni o'rganib olgandan keyin hozir shu Tableau'ni biladigan odamlarning xizmat nimasi fursat ko'payib ketdi. Tableau abayman deb o'tdim-ku. Tableauga sizning cho'nqur texnikalik bilimingiz, statistik bilimingiz, ya'ni bilimingizni hojat ketmaydi. Faqat tayyor bo'lgan ma'lumotlarni qanday qilib ular orqali shulardan foydalanib, shularni tasvirlab berish degan nimalar ifodalanadi. U vaqtida buni ko'rsatamiz. Undan boshqa Oracle deganni deb o'tay. Oracle degan bu professional yumshoq detal, bu hozirgacha ishlanib kelyapti. SQL Server deganimiz mana keng doirada qo'llanyapti. Java deganimiz bu keng doirada qo'llanayotgan bir
bir yumshoq detal. Buni amal etmiş Python deymiz, R deymiz, Tableau deymiz, nurg'unlari. Endi qabaq deb o'tgan Hadoop deganning bor. Nurg'unlari shu Java program usulida talab qilinish. Shuning uchun buni o'ttirib bu endi biroz tasirrak buni. O'rganish biroz tasirrak, lekin o'rgangani bo'lmaydi emas. Bunimi o'rgangani. Buningmi bika nimalari bo'ldi. Ruby deganmi shuningga o'xshash, Octane degan shuningga o'xshash, Alpine degani Alpine deydi shuningga o'xshash. Andan men Vika deydiganimiz bor. Bular hammasi shu hozir ko'proq MySQL bunda deganlar. Ama yerda mau Hadoop. Hadoop deganimi mencha ügünüp qo'ydigan, nihoyat ügünüp qo'ydi. Bu chunki big data bilan munosabatda big datani analiz qilishda nihoyat keng doirada qo'llanayotgan bir nima bir xil ekosistem deymiz. Economic system buningda nurg'un nimalar bo'ldi. Masalan, ma'lumotlarni ETL qilish, ya'ni almashtirish degan shunaqa narsa. Mencha o'sha yerda to'xtalay. Agar savollaringlar bo'lsa, menga ayrim shu tekst olsanglar bo'ldi. Hozir telefonma keng bo'lib ketgan telefonlarda paranglashsaq bo'ldi. Bugun mana leksiyarimda savol so'rashga vaqt bermadim, chunki bu butun nima bo'layotgan ekan live real time qilolmadim. Uningdan biroz afsus nima? Agar savol javoblar orqali mangan bo'lsa yaxshi bo'ladi. Ishqilib mushu to'g'riliq hamda mushu bir asos so'zladim deyman, shu 1-2 soat ichida mushu sizlarga agar zo'r ma'lumot va ma'lumot ilmini ozroq tunishtira olgan bo'lsam, men o'zimdan faxrlangan bo'laman. Xo'sh, vaqtinglarga rahmat.